Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli o'quvchilar, sizlar bilan bugun 12-chi darsimizni ko'rib chiqamiz. Ad-darsu thaniya ashara. 12-chi dars demak. Bu mavzumizda bizga maktab haqida matn berilibdi. Madrasati. Oxiridagi mening degani, mening maktabim. هذه مدرستي bu mening maktabim. هي قريبة من السوق. U bozorga yaqin. Qarib min bilan kelsa ga ma'nosini beramiz minga. هي مدرسة كبيرة. U katta maktab. ولها ثلاثة أبواب وهنا uchta eshigi bor. أبوابها مفتوحة الآن. Uning eshiklari hozir ochiq. في المدرسة فصول كثيرة. Maktabda ko'plab sinfxonalar bor. هذا فصلنا. U bizning sinfxona. وهو واسع. و nima keng. واسع keng degani. وفيه نافذتان كبيرتان. Unda ikkita katta deraza bor. وفيه مكاتب وكراسي. Unda فيه مكاتب unda partalar va kursilar bor. وفيه سبورة كبيرة لونها أسود. Unda katta doska bor, uning rangi qora. Unda rangi qora bo'lgan katta doska bor. هذا مكتب المدرس وذاك كرسيه. Bu o'qituvchining partasi va anavi esa uning kursisi. وتلك وتلك مكاتب الطلاب وكراسيهم. Anavilar esa talabalarning partalari va kursilari. في فصلنا 7 طلاب من محافظات مختلفة. Bizning sinfimizda turli xil viloyatlardan 7 talaba bor. هذا محمد وهو من محافظة أنديجان. Bu Muhammad va u Andijon viloyatidan. وهذا خالد وهو من سرداريا. Bu esa Xolid, u Sirdaryo viloyatidan. وهذا أحمد وهو من قشقدريا. وأبو أحمد قشقدرياdan. وهذا إبراهيم وهو من نوائي. Bu esa إبراهيم u Navoiydan. وهذا إسماعيل وهو من جزاخة. وهو من جزاخة. Bu إسماعيل u Jizzaxdan. وهذا يوسف وهو من نمنغان. ويوسف u Namangandan. وهذا رستم وهو من بخارى. Bu Rustam u Buxorodan. هم من محافظات مختلفة ولكن وطنهم واحد. Ular turli xil viloyatlardan, lekin vatanlari bitta. ولغتهم واحدة. Va tillari ham bitta. وهم وهم إخوة. وأولر أكوك برادرلر. وهم من أمة واحدة. وأولر نما bitta ummatdanlar. هذا مدرسنا الجليل اسمه الشيخ محمد صادق. محمد صادق بن محمد يوسف. Bu bizning ulug' ustozimiz. Ismlari Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf o'g'illari. وهو من أنديجان. وأولار أنديجانdanlar. وهو رجل صالح وعالم. و kishi solih va olim kishilar. نحن نحبه كثيرا. Biz u kishini ko'p yaxshi ko'ramiz. Ya'ni Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf ustozimiz, ko'pchilikning ustozlari haqida, hammamizning ustozimiz haqida gap ketyapti. Va e'tibor qiladigan jihatimiz mana bu joyda demak viloyatlarning nomlarini berib ketibdilar. Andijon, Sirdaryo ko'pchilik ikkilanadi shularni yozishda. Eslab qolamiz bu ma'lumotlarni. Xo'p, tamarin mashqlar. أجب عن الأسئلة الآتية. quyidagi savollarga javob bering. أين هذه المدرسة؟ Bu maktab qayerda? هي قريبة من السوق degan bozorga yaqin. كم بابا لها؟ لها 3 أبواب. 3 eshik bormidi? 3 أبواب. لها 3 أبواب qilamiz. مغلقة أبوابها الآن أم مفتوحة؟
مفتوحة. هي مفتوحة. كم نافذة في هذا الفصل؟ بو سنفدا نشتدر زباريدة. في هذا الفصل نافذتان. كلهم من بلد واحد. حمل بالتاء شحر دم. آه، أجر والله ما نسأل دي مسك من لا هم من محافظة أو بلد مختلف. أجر يرد ما نسأل بلد. نعم هم من ولد واحد بلد. من قشقدريا كم قشقدريا دانيده. يازب قامس من أستاذهم ularni ustozlari kim وما جنسيته والتي أستاذهم الشيخ محمد صادق بن محمد يوسف. جنسيته أوزبكي. فرنسا. ضع علامة الصحيح أو الخطأ أمام الجمل الآتية. quyidagi jumlalarni to'g'ri yoki noto'g'ri belgisini qo'yar ekanmiz. Madrasati qaribatun minal matar. Maktabim aeroportga yaqin deyaptilar. La, ya'ni unda nima qilgan edik? Suq degan edi adashmasam. Suq. Demak, xato belgisini qo'yamiz bunga. ikki. لها ثلاثة أبواب. نعم هذا صحيح. أبوابها مغلقة الآن. لا. الخطأ هذه الجملة خطأ. طور الرابع. في الفصل مكاتب. سنفتبر تلاربار. نعم صحيح. يوسف من مرغلان. يوسف مرغلان قرب قيام منه. قلت في فصلنا 10 طلاب. سنف مزدا أنت تلاببار. يتتلاب يتدش مثلا. هذا خطأ ولا كي قرش كلمة قرب طور لا قيس لوزيلة. مدرسنا من طشقند. لا هذا خطأ. رستم من سمرقند. بنيان قرب طور لا قيس لا طور يمكن ترقل. ترجم النص إلى الأوزبكية. ناس متن أوزبك تلقى ترجمة خلال كامس. دمك بيتي ما ديجانا uyum degani. هذا منزلي bu mening manzilim. بابه الأمامي مفتوحة والخلفي مغلق. Manzilim uyim degan ma'nosida ham keladi. Uning old eshigi ochiq, orqa eshigi esa nima? Yopiq. فيه 5 غرف. Unda 5 ta xona bor. هذه غرفتي لها نافذتان. U meni xonam, uni ikkita nimasi bor? Derazasi bor. وفيها مكتبي عليه كتب ودفاتر وأقلام. وأندى يعني o'sha xonada maktabiy o'quv partam bor. Alayhi uning ustida kitoblar, daftarlar va qalamlar bor. غرفتي صغيرة ولكنها جميلة جدا. xonam kichkina lekin u juda chiroyli. وهذه غرفة الضيوف وهي كبيرة وواسعة جدا. bu esa demak mehmonxona. u katta va juda keng. فيها طاولة واحدة وكراسي كثيرة. Unda bitta ovqatlanadigan stol va yani xon taxta deymizmi va ko'plab kursilar bor. وهذا هو المطبخ وذلك هو الحمام. bu oshxona va u yana esa hammom. الحوار matn demak suhbat g'ulam va mavlan o'rtasida ekan. g'ulam aytyapti: انظر إلى اللوحة اقرأ الجدول الدراسية. taxtachaga qara. ya'ni lavh deganda umumiy yozsa bo'ladigan taxtalarda aytiladi. Bu yerda doskani rasmi bor ekan. Doskaga qara yoki taxtachaga qara desak ham bo'ladi. Va demak dars jadvalini o'qi deyaptilar. Ad-dirasatu mavlan aytyapti. Ad-dirasatu 5 ayyam fil usbu'. Ya'ni o'qish haftada 5 kun. g'ulam: na'am yawmal ithnayn wal thulatha wal arbi'a wal khamis wal jum'a. ha dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma deyapti. Mavlan: al-utlatu yawm as-sabt wal yawm al-ahad. Mavlan aytdiki, dam olish shanba va yakshanba kunlari dedi. G'ulam: uktubil mawadda ad-dirasiyata. darslik mavzularini, darslik fanlarini o'qi, yoz dedi. Mavlan: التربية واللغة العربية والرياضيات والعلوم والحاسوب والتاريخ ومتى تبدأ الاختبارات dedi. Demak, Mavlon tarbiya darsi, arab tili, riyodiyot, matematika, ulum, tabiiy fanlar, hasub, kompyuter, tarix va imtihonlar qachon boshlanadi dedi.
g'ulam aytdiki fi shahri mayu may oyida mavlan va mata yantahi al-aam ad-dirasi mavlan aytdiki o'quv yili qachon tugaydi dedi g'ulam aytdiki fi shahri yunyu iyun oyida dedi ha mavlan aytdiki al-udlatu tawilatun dam olish uzoq ekan dedi ha g'ulam aytdiki na'am 3 ashhur ha 3 oy مولان جاء المعلم o'qituvchi keldi وبدأت الحصة dars boshlandi hayya bina ila sof ketdik sinfga dedi ular aytdiki hayya bina qani ketdik dedi hop أين هذا الحوار بو suhbat qayerda bo'ldi في المدرسة كم يوما لا يدرس غلام ومولان في الأسبوع marhaftada g'ulom va mavlan necha kun o'qimaydi yadrusu o'qiydi muzori fe'lini oldiga la olib kelsak shu muzorini inkori bo'lib qoladi demak yawm sabt va yawm ahad deymiz ikki kun yawmani desa ham bo'ladi هل يدرسان اللغة الإنجليزية ولا ingliz tilini o'qishadimi لا يدرسوا لا يدرسان qilamiz o'qishmaydi من سيقرأ الجدول الدراسية kim maktab jadvalini o'qish jadvalini o'qiyapti mavlan adashmasam matndan ko'ra javob yozib qo'yamiz في أي شهر ستنتهي الدراسة qaysi oyda o'qish tugaydi في شهر مايو may oyida edi adashmasam matnda berilgandi mal mavadu dirasiyatu allati yadrusuha g'ulamun va mavlan g'ulam va mavlan o'qiydigan maktab o'qish mavzu fanlari qaysilar yuqorida aytib o'tildi shularni yozib qo'yasizlar demak mata utlatuka al-usbu'iyyatu sizni haftalik dam olish kuningiz qachon deyapti qaysi kunlar bu yerga diktant yoziladi al-kalimatul jadidatu yangi lug'atlar majallatun majallatun jurnal harfun ahrufun harf maddatun mawaddun fanlar qara'a yaqra'u o'qimoq nazara yanzuru unzur qaramoq kalimatun kalimatun so'z jadvalun dirasiyun jadval dars jadvali amun dirasiyun o'quv yili yawmul ithnayni dushanba yawmul ahad yoddan ketaylik yawmul ahad yakshanba yawmul ithnayni dushanba yawmul thulatha'i seshanba yawmul arbi'a'i chorshanba yawmul khamis payshanba yawmul jum'ati juma yawmus sabt shanba demak hafta kunlarini yodlab olasizlar umuman hamma lug'atlarni ham yaxshilab yodlab olasizlar utlatun ta'til amalun ish tarbiyatun tarbiya riyodiyatun matematika yoki hisabun matematika tarixun tarix hasub kompyuter hissatun hissasun dars soati al-ulum tabiiy fanlar bada'a yabda'u boshlamoq intaha yantahi tugatmoq babun amamiyun old eshik hayya bina ketdik